Uyilada tovuq filesi bormi? Kelinglar unda bugun zo'r taom tayyorlaymiz. Tovuq filesini oldin pare qilib to'g'rab, idishimizga marinovkasi uchun tuz, paprika, yog' va haqiqiy pazandalar tanlov pyurimil smetanalardan solib olib qo'yamiz. Garniri uchun guruch pishirib olamiz. Endi bizga pyurimilkini vaqt sinovidan o'tgan Samarqand sirlarimiz kerak bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek tovuqlarimizni terib, ustidan pomidor, sariyog' va sirlarimizni solib duxovkada 10 daqiqaga qo'yib yuboramiz. So'ng yana olib sirlarimizni sepib, sir eriguncha pishirib olamiz. Ustiga xohishga ko'ra zelili sepib, chiroyli qilib podacha qilsak bo'ladi. Shunaqa sirlari cho'zilib, erib chiqadi. Yoniga bemalol xohlagan garnirlaringizdan foydalansanglar bo'ladi. Men guruch pishirdim. Guruch ichiga shunaqa jo'xori so'sanglar juda ham mazali bo'lib chiqadi. Muzdekina kompotlar bilan juda ham zo'r ketadi. Sizlar ham обязательно tayyorlab ko'ringlar. Qizlar, endi sizlarga zo'r ma'lumot bermoqchiman. Bugun kunlar isib ketdi. Baby Stildan shunaqa zo'r podguzniklarni, har xil salfetka, bolalar uchun salfetka, uy tozaligi uchun uborka salfetkalarni malol uzun marketlardan xarid qilsanglar bo'ladi. Shu bitta salfetka bilan hamma yoqlarni tozalasa bo'lar ekan, qizlarjonlar. Rakvinalarni, gazlarni, changlarni, hattoki kafellarni ham shunaqa top-toza qilar ekan. Lekin o'zim ishlatib ko'rib, bolajonlarimni sinab, sizlarga ham bemalol tavsiya qilaman. Bolajonlaringlar eng yaxshisiga loyiq.